Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchilar, hammalarga juma ayyomi muborak bo'lsin. Umr oqar daryo deb bekorga yetishmas ekan yosh ulug'larimizni. Ko'rib turgan Akula Dara bekelani ham birinchi marta O'zbekistonga olib kelganimizga 4 yil bo'libdi. O'sha paytda Akula degan nom berganmiz. Uni tepaga otadigan variantiga jirafa deb nom beruvdik. Hozir bu dara bilkalarning xili ham ko'payib ketdi. Olib kiradiganlar ham ko'payib ketdi. 7,5 kilovatli eng kattasi kasatka deb nom berganmiz. Hozir akula bo'lib ketgani uchun bunga kasatka deb nom berdik. 220 uzunligi. Ustunovkalar bilan chiroyli narxda qilib mijozimizga. Dastavkasini qilib beramiz. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa aloqaga chiqasiz. Salomat bo'linglar.